Undan tashqari agar sizlar shirinlik yeb qo'yayotgan bo'lsanglar, kechasi tortadi-yu shirinlikka. Mana buni ichishingizni maslahat beraman. Proslim shirinliklarga bo'lgan ehtiyojinglarni yo'qotadi. Yeginglar kelmay qoladi, prosta. Mashina ichib yuringlar, jigar, detoks bo'lishi, ichinglarni tozalanishini xohlasanglar, detoks mamini ichasizlar. Mana shu ikkalovini ham mana bu narsalarga qo'shib olsanglar, Zulayxodan va shu moshni narx qilib beradilar sizlarga. Arzon qilib beradilar. O'zi Yeva produkt bu bizga endi kirib keldi, bilgan bo'lsanglar, hali kelganiga ko'p bo'lmadi. Endi oldinlari boshqa kompaniyaning shunaqa mahsulotlari bo'lardi. Hozir esa bu vashi super bo'lib ketdi-da. Bilgan bo'lsanglar, men o'tgan safar reklama qilgan narsalarim, mana miyani faoliyatini yaxshilashga, energiya beruvchi narsalar, hammasi zo'r qizlar. Men o'zim ichib yuribman. Haqiqatan zo'r mahsulotlar. Zulayxoga murojaat qilib, ulardan konsultatsiya qilib olsanglar bo'ladi.